Okeli 4300 dollarga avtosalondan olib chiqib, bir qo'l haydalgan Damas mashinasini ko'rsataman. Mashinaning holati zo'r, idealniy bo'lib turibdi. Salonlari ham qirilib, tizilib ketmagan, ko'ngilni xira qiladigan joylari yo'q. Patologlari apishka qilib qoraytirib qo'yilgan, yaxshi qo'llargacha taqib qo'yilgan, linoleum poliklar solib qo'yilgan. Probegimiz 130 km, 133 ming kilometr bo'libdi. O'zini halol probegi. To'rtta yaxshi, yumshoq 10 diska balon taqib qo'yilgan, orqa fol sferalari qoraytirib qo'yilgan, kuzovda qarilgan, sirilgan, metina bo'lgan joylari yo'q, ko'ngilni xira qiladigan joylari umuman yo'q. Mashinamizni vidi 23-yil, 24-yil mashinaning vidini beryapti. Motor, hadovoy, korobka mostlarida umuman ishlari yo'q. Mashina haydashga tayyor bo'lib turibdi. Kraskasini, probegini ko'rib, ko'rsatib, tekshirtirib olasizlar. Mashinamiz yili 2013-yil.